Assalomu alaykum aziz muxlislar. Yoshlar radio kanalida siz kutgan uchrashuv loyihasi. Bugungi mehmonimiz taniqli yozuvchi, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, qator tarixiy romanlari bilan siz aziz muxlislarning qalbidan joy olgan Shahodatxon Isaxonova bo'lyaptilar. Yoshlar uchun chiroyli bir eshittirish bo'ladi deb o'ylayman. Sababi bu eshittirishimizda bizni malikalarimizga Hind yozuvchilari, Hind olimalari, Hind tanqidchilari qanday baho berishgan, shular haqida fikrlashamiz. Demak, suhbatlarimiz bugun boshqacha bo'ladi. Shahodatxon Isaxonovani bemalol olima deb atashimiz mumkin, chunki qariyb 30 yildirki mana shu malikalarimizni hayoti, tariximiz va bugunimizgacha bo'lgan davrni o'rganib, mana faxrlarga to'lib kelyapti. Hozir menimcha yangiliklar ko'p. Telefonlarimizni bilasiz, telefon raqamlarimizni 71 kodi bilan 233 80 70 286 38 25. Biz juda ham xursandmiz bugungi jonli muloqotimizdan. Siz ham xursand bo'lasiz azizlar. Marhamat, boshlaylik.